Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari, aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar. 4-sinf ona tili 67-mashq uyga vazifa zid ma'noli so'zlar ishtirok etgan 4 ta maqol topib yozing. Zid ma'noli so'zlar bir-biriga qarama-qarshi ma'noli so'zlar edi. Birinchi maqolimiz: do'st achitib gapirar, dushman kuldirib. Bu yerda zid ma'noli so'zlar do'st hamda dushman so'zlari. Ikkinchisi: yaxshiga yondosh, yomondan qoch. Yaxshi hamda yomon so'zlari bir-biriga qarama-qarshi ma'noli so'z. Uchinchi maqolimiz: achchiq savol berib, shirin javob kutma. Achchiq hamda shirin so'zlari bir-biriga qarama-qarshi ma'noli so'z. Savol hamda javob so'zlari ham qarama-qarshi ma'noli so'z qilib olsak bo'laveradi. 4-si: iliq so'z shakar, sovuq so'z zahar. Bu yerda iliq hamda sovuq so'zlari bir-biriga qarama-qarshi ma'noli so'z. Shakar hamda zahar so'zlari ham bir-biriga qarama-qarshi ma'noli so'z. Shakar bu yerda shirin ma'nosida, zahar achchiq. Zahar ya'ni insonni nobud qiladigan narsa bu zahar. Shakar hamda zahar so'zlari ham bir-biriga qarama-qarshi ma'noli so'z bo'la oladi. Yana o'zlaring ham qidirib topib yozsalaring bo'laveradi. Bu sizlarga foydalanish uchun misol. Mana shunday maqollardan topib uyga vazifani bajarsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa layk bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.